721 Motors'da Mercedes-Benz ML mashinamiz sotuvga keldi. 2013-yil 160 ming yurgan. Mashinamizning holatlari ideal, ko'rishingiz mumkin. Rangi qora, vaqti zo'r holatda turibdi. Bitta qo'l haydalgan ekan mashinamiz. 4223 original Mercedes kelib taqilgan. Krugovoy tonirovkalarda. Orqa taraflari mashinamiz zo'r holatda turibdi. Tormatik 350 atmosferli motor bilan jihozlangan. Bu mashinamiz Amerikanki. O'zbekiston kirgandan beri bitta qo'l, bitta odam haydagan mashinamizni. Biz pnevma podveskalargacha ideal ishlaydi, ko'rishingiz mumkin. Oxirigacha ko'tarib qo'ydim. Pnevma podveskalar yoqib turibdi. Sport rejimiga o'tkazsangiz o'zi cho'kib oladi mashina. Qaranglar, ko'jalarni, hamma joylari tinib o'tiribdi akalar. Yengidek holatda turibdi. Mashinamiz Amerikanki bo'lishiga qaramasdan, tablosida kilometrlar ham ko'rsatadi, speedometrlarda. Akalar, mashinamizda navrotlardan akoylarda slipoy zonalar bor, pamyat sidenalari bor. Klimat kontrol, multimedia rul, abagrev sidenalar. Passajer taraflarini ko'rsataman, ko'rishingiz mumkin. Akalar, sidenasini qaranglar, tinuvligini. Mercedes-Benz 350 polni komfort full mashinamiz. Orqa taraflari. Hech qayerda bitta ko'jasi g'ijim bo'lgan joyini ko'rmadim. Juda ham tinib turibdi salonlar. Yash holatlari, zavodskoy shtorkalari bor. Dankrat zapaskalar hammasi joyida turibdi. Bagajlar elektr privyutda. Yopilishiga e'tibor beringlar. 2013-yil ishlab chiqarilgan Mercedes-Benz ML 350 mashinamizni sizlarga 28500 AQSh dollariga beraveramiz.